yuksak mukofot nafaqat bu menga berilgan, chunki bu barcha buxoroliklar berilgan mukofot deb o'ylayman. Bugungi kunda buxoroliklar o'zlarini hayotlarida islohotlar natijasini ko'rishyapti. Har bir buxorolikni xonadonida yangi O'zbekiston nafasi, islohotlar nafasi kirib kelmoqda. Chekka qishloqlarimizda mana yo'llar ta'mirlanmoqda, ko'priklar ta'mirlanmoqda, yangidan yangi maktabgacha ta'lim muassasalari qurilmoqda. Bugungi kunda 90% bolajonlarimiz bog'chaga qamrab olingan. Bu eng yuqori ko'rsatkichlardan biri. Mana yaqinda muhtaram prezidentimizni takliflariga asosan Ozarbayjon prezidenti Buxoro viloyatiga, Buxoro shahriga tashrif buyurdilar. Ular ham mana shu Buxoro shahridagi o'zgarishlarni, yangilanishlarni va ayniqsa tarixiy obidalarimizni saqlanganligi, buni ham negizida muhtaram prezidentimizning topshiriqlari, tashabbuslari, ajratgan mablag'lari, tarixiy obyektlarimiz zamonaviy voqelik bilan hamohang rivojlanayotganligi, tarixiy obyektlarga nisbatan O'zbekistonda mana shunday asrash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgan boy buyuk tariximiz borligini Ozarbayjon davlat rahbari ham e'tirof etdilar. Bu yuksak mukofot albatta bizni yanada qattiqroq ishlashga, yanada ko'proq ishlashga, islohotlarni joylarda amalga oshirish uchun kuch-quvvat olib ishlashga da'vat etadi. Ishontirib aytamiz, bu yoqga ham biz qattiq turib muhtaram prezidentimizni shu islohotlarni amalga oshirishga bor kuchimizni, g'ayratimizni sarflaymiz.